Gel okşattı kız ya okşattı. Kulağız gülken. Ne okşattı. Kulağızın diye tatlı. Ömrünüz uzun. Baktığınız ziyade olsun kızım. Hayır balam. Sen fırlattın mı? Tamak yedin ha? He, makul da. Devrem. O sen mi yemeyeceksin o? Ale. O kadar çeçile kanına koyacağım balam hey. Ha? Koyacağım koyacağım olur mu ya? Oy azıcık küçük oğlum moda da bu. Bu. Bu etti. Ale. Hey balam hey. Başında mı tamak yapsa kara çiçip bu ne? Bak. Allah. Yine utama işbaka ye tükeke tama hele apa işbaka tama tükürdü de. Ballarım, biz muş bir tal görüş için etini keşke etizlikte min turib emge qilamiz. Sizlar eğizinglarda dikkat olun, dikkat capa keşlep naqshda olurcha. Muş biz min capani uzuqqa aylantirgan muş aşıqni bir qadrlasanglar, sizlar qilmasanglar biz shunga shukr deydik. Ertugul mushu isrofchilikni dardini tatib qolmasaqlar bo'ladi-ku. Balam Qayimjon, bu taraftarlik ovoz nima ovoz bu? He dada. Odulga yeni qo'shinlar ko'chib kelgan o'xshaydi. Shular bir narsalarni to'shib etibdi. Voy, unda qizim oyog'ini kay. Nega? Yordamlashimiz. Voy bo'ldi qilar dada. Uy ko'chish shirkatdan kelibdi. Ular hech chiqmay qarab turmamdi. Ha, shundaymi? He. Qizim, nima tamoq etyapsiz? Sizlarni Petermadan amratlab shunday tayyorlab keladi. Pek yaxshi. Qizim tamoqni jiqraq qilib, bu udul qo'shinlar uyga chiqib emasmi? Ashlidan bir haliq so'rab qo'yinglar tamoqqa chiqqach, ha? Voy dada, qiziq kelsa. Biz ya ular tunumisa. Bu tunumisa degan qanday kerak? Xulim qo'shinlar izlashadigan ish azaldan bor ish balam. Sen ishini gumtab qo'yib uyda o'tirsan qanday tunishsan? Udul qo'shinlar uyga chiqibdi, tamoq qilolmaydi. Shunga tamoq sunuqqa tunishib chiqmamsa? Shunaqa qil balam. Makonlarda uyani 1000 tangaga olsang, qo'shnilarni 2000 tangaga ol degan gap bor balam. Qo'shnilarga yaqin o'tkilik. Bildingmi balam? Ma'qul dada. Ha. Guljamal, tamoqni jiqrab qiling. Biz qo'shnilarni avval so'rab chiqaylik. Bo'ldi. Voy balam, kim edi meni ishini? Assalomu alaykum Yaxshi. Keldingmi? Assalomu alaykum. Yaxshi balam, yaxshi. Qolay yaxshimki. Oy, yaxshi turibdi-da, sen bu ta'tilni berib qo'yishga seg'inib ko'zimiz to'lib oldi seni balam. Seni beklerim. Qancha ala balam, ala. Yo'q, sizning Ala balam. Ala balam, ta'tilma. Uyga qolib qolarsa? Bugun maktabga qaytamki. Qolib qol balam, qolib qol. Ishimiz buni tushib yotimiz, sen dedigan jiqkatlarim bor deb balam. Asqarjon tadinib qoldi dada. Maktab qaytayversin. Onun ustiga men o'ylayman bek cho'ngmagandan keyin qo'rinib qoldi. Balam. Sen yeziga borsang, tog'ini o'zi tatmay yakmon kelib turisi. Shu bichara beni qo'yib turib, beni o'g'lab pishirib, sen qimig'ini qammaydi balam. Gap o'ydan cho'ng kichigida emas, ko'ngilda. Ko'ngil kari bo'lsa, odamchilar sig'ida balam. Qancha bu shaharda yashab, mehrongni tutishib ketmasin, juma. Urug' tuqqan degan yaqin o'tkilik, ha? Tuqqan deganda beg'i cho'ng'ilida balam. Ha, izlashib o'tinglar. Bo'lmasa bugun qunib qilarkan. Mana, hadamni dedi-ku mana, o'z uying balam, tatilma. Ha, bo'lmasa qunib qolibkan o'sha degan. Guljamal, bir tamoq qiling ha. Bir narsa kam bo'lsa, pul-pichak bir narsa lozim bo'lsa, tatma uyga kelibkan. Ha? Bo'ldi. Ala, bir narsadan ag'ach o'tir. Ve? Balam, ben nechinchi ola bizga o'tirma, hozir qaytdim. Dada, bo'ldi taksiga chiqdi ekan. Ha, taksi dedimsan? Necha haftadan tanishgan gap sen bu yerda topolmaysan. Ma'qul. Kapma telefonimiz. Sizningmi? Yo'q. Qishning qog'i o'xshandi. Voy. Bu qanday? Voy! Ne? Kim o? Voy ben!
o'g'ri, men telefonimni qaytirib Momsa yüzak işte palsa. Ma telefonumning ichida o'g'ridan saqlash uskunasi bor. Yo'q, ukam, men telefon mashinada qo'yib qolibdi. Sizning telefoningiz bu? Ha? Siz deb bag'andingiz aka? Siz nereden abir biray? Ha, men shu Nurli qildi aka. Ha, ma'qul. Saqlab turganmisiz, ben qanday topamiz sizni? Bag'alman, ma'qul. Rahmat, sizga rahmat. Men sizni saqlab turay. Ha, ma'qul xo'sh. Ulan, telefonunuz ben nurluk yoldan edin şöyle apırıp yapsınız. Ha? Rahmet bulam, rahmet. Smart, Şuma telefonum var. Şu rahmet. Ya. Akam azap kalsın. Ya bulam bak. Sapkın. Ben bunu derken böyle sapkın. Hatta şu telefonumuz kıymetleri tuttu. Yaxşı karan şuma bana be. Vakıl, hoş vakıl. Vay. Dadam, unda kep bulanmaysa. Bak birisinin telefonu uçup kaçken. Ben şunu yegesiga apırıp yetkizip verip hadi ben nurluk yolda. Hadi ben kayıttım. Ne oldu da? Yolu dikkat kıl. Ma'qul. Bana biraz davan yoluma apırıp koyalım. Rahmet bakalım. Mana bu mening yezdan shaharga kelgan dehqon dadam. U to'liq oddiy, ammo kibrdan, saxtalikdan xoli inson. To'g'raqdek chidamliq dehqon, yo'lg'undek mazmuti dehqon. Zaminning sirdishi dehqon, oq ko'ngil bekmutuz dehqon. Can dadam erdek, dadam tağdek, dadam. Balkim ko'pchilik mayyadir bo'lsa kerak. Bundan 12 yil burun 2003 yili Maralbishin aysiga davrab dehqon chorvachilarimiz talafotga uchirdi.